kafil bo'lganlar kimnidir kreditini olishda ko'pincha vijdonli, boshqa odamlarga yo'q deya olmaydigan odamlar bo'ladi. Shunaqa kafillar bilan gaplashib qolsak, nimaga kafil bo'lgansiz o'zi desak, yaxshi tanimaydigan bo'lsa ham kafil bo'laveradi-da. Nimaga xo'p degansiz desa, endi yo'q deya olmadim, to'g'risi xafa bo'lib qolmasin deydi. Sizni ko'nglingizga qaragani yo'q ekan u desak ham bilmabman deydi. O'zi bunday qaraydigan bo'lsangiz, boshida yo'q deya olmaydi-da, bo'pti deb kafil bo'lib beradi. U nariga odam pulni olgandan keyin yo'q deyoradi u. Yo'q deyishni ja qoyillatadi u. Pulni ham olgan, bu dahshatli-da. Pulni ham olgan, to'lashga ham yo'q deydi. Paytida bu odam uni ko'ngliga qaragan, bu esa uni ko'ngliga qarab o'tirgani yo'q. Bor yo'qol deydi, yo'q bo'lib qoladi, bo'ldi, to'lamay yuraveradi. Shu bilan bu odam to'lab yuraveradi. Shuning uchun do'stlar, yo'q deyishni ham bilish kerak. Boshida shu yo'q desam munosabatimiz buzilib qolmasin deydi, keyin bir yo'li to'lamay mana bunaqa janjal bo'lib, bir yo'li keyin umuman munosabati rasvo bo'ladi. Shuning uchun paytida yo'q deyishni ham bilish kerak.